Bugun divizionda rang ko'taramiz. Raqibim Hanoylardan emas, 8-tarafda turibdi. Komandasi ham normalniy. Hop, boshladik hozir. Birinchi Messidan uzatma va Mbappega De Bruynedan golli uzatma. Mbappe aylantirib urib qo'yapti. Raqibni asabini buzish uchun jest qilib tomosha qilib o'tiramiz. Asosiy taktika bu. Bu yerdagi vaziyatda o'zim xato qilib qo'ydim. Bekorga kalla urdim. U shunda bitta burab qo'yib, oddiy gol urib qo'ymoqda. Bu yerda ham ajoyib vaziyat. Cardona olib qo'ydi va Mbappe'ga golli uzatma qilib bermoqda. Lekin bu yerda Mbappe kuchsiz zarba berdi va rasvo qilib qo'ydi. Messidan ajoyib pas, Batistutadan Mbappe va Batistutaning o'zi urish kerak bo'lgan vaziyat. Ajoyib vaziyat va Messidan kalla qo'ydi. Lekin afsuski Cardonada De Bruyne rasvo bo'ldi. De Bruynedan golli uzatma, Mbappedan aylanma zarba va gol. Raqibimiz 2-1 ga yengildi.